qanday? 8 9 9 bo'ladi-da. Aytmagan bir xil bo'lishini. N m teng 49 bo'lsa, m ko'paygan k teng So'z 15, so'z boshqacha tushungan. 14 da ochyapmiz. Aql bo'lsin demagan 899 eng maksimal bo'lishi kerak-da. Ikkita raqamlar maksimal. Undan keyin 3 ta 9 bo'la olmagan, 3 ta 9 bo'lsa 999 bo'lishi kerak-ku. O'shaning uchun, ha. 26 bo'ladi, shundan da javob. Tushundingmi? Bundan boshqacha kattalashtira olmaymiz. 2 3 lar chiqqan bo'lsa kerak. 4 nima chiqadi? 4 Demak yo'q degani-da shu. Demak 4 nima bo'ladi? 4 gacha ishlagansizlar-ku baribir. 4 nima? 300 kg rudadan tarkibida 7,5% bo'lgan 200 kg ruda ajratib olindi. Endi qolgan rudada temirning ulushi 15 dastlabkisidan 15% ortiq deyapti. Mana bu tomonga ishlaymiz-da, bu yerga sig'maydi yo'qmi-chi foizni misol. 5 nima chiqadi? 5 2 chiqadi. Hammada chiqqan-a? 6chi. Umar 400 betlik kitobni deyapti, bir necha kunda o'qib tugatish kerak edi. Lekin u har kuni rejadagidan 10 bet ko'p o'qiganligi sababli kitobni 2 kun oldinroq tugatgan bo'lsa, kitobni tugatish uchun necha kun vaqt ketgan, sarflangan deyapti. x1 plus x2 plus xn kun ishlash kerak edi, o'qish kerak edi 400 betlik kitobni. x1 plus 10, x2 plus 10 plus x n minus 2 plus 10. Короче, n kun bajarish kerak, n minus 2 kun bajaryapti o'sha 400 da. Kitobni tugatish uchun necha kun vaqt ketgan deyapti. Ana bu yerda o'zi x1 plus x2 plus hokazo xn minus 1 xn minus yo'q, n minus 3 n minus 2 plus xn minus 1 plus xn ning o'zi qolyapti teng 400 ga, to'g'rimi? Bo'lsa shunday. Mana bu yeri nima bo'ladi? Mana bu yeri buni bu yoqqa o'tkazib tak. Mana shuncha narsani o'rniga mana shuni qo'yib yuborsak bo'ladimi endi? 400 minus xn minus 1 minus xn qo'yamiz. Plus 10 teng 400 ga. 400 bilan 400 hisob ketadimi? Buni bu yoqqa o'tkazib yuborsak xn minus 1 plus xn teng 10 bo'lib qoladi. Demak, bizdan nimani so'rayapti o'zi? 6 ni so'rayapti. Kitobni tugatish uchun necha kun vaqt sarflang? A betdan o'qib turib bir kunda n kun o'qigan 400 betda tuganingiz 2 kunda. 2 kun oldin degani uchun-da. O'shani 400 ga tenglab qo'yaylik-da. Endi bizga n kerak-ku, a ni topsak tepadan 400 taqsim n mi? Mayda a ni o'rniga qo'yib qo'yamiz. 400 taqsim n plus 10 n minus 2 teng 400. Derazani ochib Bekzod. Endi ishlasak nima bo'ladi buni? 400 plus 10 ta n ko'paygan n minus 2 teng 400 n bo'ladi, to'g'rimi? Ichkariga ko'paytirib chiqsak 400 n plus 10 ta n kvadrat minus 800 minus 20 ta n teng 400 n. 10 ta n kvadrat 400 nlar ketadi, minus 20 ta n minus 800 teng 0 ga. 10 ga bo'lib yuborsak n kvadrat minus 2n minus 80 bo'ladi, teng 0 ga. Necha bilan necha?
10 bilan minus 8 bo'ladi. N teng 10 kun bo'ladi-da, minus 8 kun bo'lmaydi-ku, to'g'ri? Shu 10 kun bo'lgan ekan-da S javob. Tushundilarmi, yo'qmi? Bu nechinchi misol bo'ldi? 6-misol bo'ldi. Nimadan? Kitobni tugatish uchun necha kun vaqt sarflagan? Ha, to'g'ri, ayiramiz. Chunki n kun o'qisa 400 bet tugatardi. Endi bu lekin 10 betdan ko'p o'qidi, deyapti-ku. Kuniga 10 betdan oshirdi. Ajabdan qora bilan yozib qo'yibdi. Kitobni tugatish uchun necha kun vaqt sarflagan, deyapti. Natijada keyin 10 ni maytga qo'yamiz, 10 minus 2 javob 8 bo'lib qoladi. Javobni ko'ringlar qani? Xo'p, 7. Hisoblang deyapti. Qanday hisoblaymiz buni? Ikkovini bitta ildizga kiritaveramiz. 3lik ildiz ostida 43 minus 16. 27. 3lik ildiz ostida. Bundan 3 chiqadi. 8 qanday bo'ladi? Bir taqsim x'da 11, bir taqsim x'da 10, bir taqsim x'da 9 va hokazo, bir taqsim x plus 1 ku. Tushunay turib, to'g'rimi? Endi mana buni mahraj beraveramiz. Ha? Qarang, mahraj hammasiga x 11 mi? Mana bunga 1, mana bunga x tadan x kvadrat va hokazo x 10 bittasidan mana bu. Tepa x 11 plus x 10 x 9 va hokazo x plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Past nima bo'lib qoladi endi? Mana bu yerdan boshlab ketadi. Menga x dan 10 tadan beriladi. X 11 plus x 10 plus x 9 va hokazo x plus 1 beriladi. Taqsim mahrajda x 11 qolib ketadi baribir. Keyin mana bilan mana bu qisqarib ketadigan javob x 11 qoladi. Tushundilarmi? Juda dehshat misol bu. Juda ham dehshat misol. To'qqiz. Qanday ishlaymiz 9 dan? X kvadrat minus 10 ta x minus a kvadrat plus 10 ta a minus 24 teng 0 ga, to'g'rimi? Tenglama o'zaro teskari sonlar, teskari ildizlarga ega bo'ladigan aniq nechta qiymati mavjud deyapti. Tenglama o'zaro teskari ildizlarga ega bo'ladigan. Teskari ildizlarga nima degani? Teskari son nima o'zi? Minus 10 bilan 10 baloni yeyapsiz. Bir taqsim. Masalan 4 taqsim 5 ga teskari son 5 taqsim 4. Ikkovi ko'paysa nima bo'lib qoladi? Qisqarib ketib 1 deb beramiz natija. Shuning uchun mana bu narsani 1 ga tenglab qo'yamiz-da. Minus a kvadrat plus to'ribek garang nega nariyoqda yuribdi? Mana bu yerda turami? Ko'paytmasi. Ildizlar ko'paytmasi nima bo'lishi kerak shunda? 1 ga teng bo'lishi kerakmi? Endi mana minus bo'lgani uchun minusga ko'paytiraveramiz. A kvadrat minus 10 ta a plus 24 teng minus 1 ga. A kvadrat minus 10 ta a plus 25 teng 0. A minus 5 ning qavs kvadrati bo'ladi. Teng 0. A teng 5 chiqadi. Bo'ldi. Nechta qiymati, A ning nechta qiymatligini aniqla deyapti. 1 bo'ladi javob. Savolga qaraymiz-da, Zilola. Javob faqat chiqish kerak degani emas. A bo'ladi shunda javob. 9 tushunarli? 10 ni ko'ramiz endi. Nechta turibson tezlikning to'plami emas, yechimlar to'plami emas deyapti. 15. Ha? X kvadrat katta F teng 72 bo'ladi. Ildiz osti 72. Bundan taqriban 7,2 lar chiqsin mayli. Ha bu degani x minus 7. Mana 8,4 yozganman-ku. X plus 8,4. Yechimi emas deyapti-ku, minus 8,4 bilan 8,4 oralig'idagi musbat, manfiy, musbat. Mana shu emaslar, mana bu aslida yechimlari mana musbatlar-ku. Bizda nimani so'rayapti? Mana manfiy oralig'idagi sonlarni so'rayapti. 2, 3,
5, 7. 4 ta bo'ladi. Tushunarlimi? Yechimlar aslida mana musbat oraliqdan musbat so'rayaptimi? Bizdan yechimlar emas topyapti-da. Shuning uchun men o'rtadagi emas-ku, yechimga kirmayapti tengsiz yechimiga, to'g'rimi? Aslbek. Kurtkani quchoqlamasang o'tira olmayapsanmi? Tentak gaplar gapir, bo'lmayapti deydi. O'ylash 2 bor, 3 bor, 5 bor, 7 borda, boshqa tub son yo'q. Manfiy tomondagi sonlar tubga kirmaydi, tushunarlimi? Bo'lma o'ynamoqchi Ha? Ichiga keldik. 11. 11. A1 plus A2 plus A3 teng 12 bo'lsa, A1 kvadrat plus A2 ning kvadrati plus A3 ning kvadrati teng 66 bo'lsa deyapti. A4 plus A5 plus A6 ning qiymatini toping deyapti, to'g'rimi? Qaranglar, mana bu narsa kvadrat qanday ochib olamiz mana shuni? A1 plus A2 plus A3 ning kvadrati minus 2 ta A1 A2 plus A2 A3 A1 A3 teng 66 bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu narsani qo'ysakchi, 12 ning kvadrati minus 2 ko'paygan A1 A2. Xullas mana shu narsani x deylik. X 66. 144 dan 66 ni ayringlar necha bo'ladi? 88 mi? 13 dan 78 ekan. X ning 39 mi? Bizdan nimani so'rayapti hozir bu yerda? Uchta A1 plus 3, 4, 5. Qo'shsak nima bo'ladi? 12 ta D ni so'rayapti-da. Shun bola nima qilyapsan? 3 chiqarsak A1 plus 4 ta D. Xo'p, bu aytavermay turing qani, hozir bir narsa qilyapmiz o'zi. Mana bu A1, mana bu narsani ochsak shu narsani berib qo'ymaymi? Bermaydi hech baloni. Mana bu 3 ta A1 bo'ladi. 2 1. 3 ta D mi? A1 plus D teng necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Qayerga qo'yamiz keyin? A2 A3larni ham A1 plus D, A1 plus 2D qilib yozaylik siz. Mana yozdik-ku. Shu kvadrat ochib turib, uni A1 ni o'rniga qo'yib olsak chiqadi. Bitta nomayimiz D ni topamiz keyin. D dan keyin A1 topib, D chiqadi. Mana A1 ni kvadrati plus A1 plus D ni qaus kvadrati keyin A1 plus 2 D ni qaus kvadrati bo'ladi-ku. Narsasini ochsak keyin A1 ni kvadrati plus A1 ni kvadrati plus 2 A1 D va plus A1 ni kvadrati plus 4 ta A1 D plus 4 ta D kvadrat. Keyin bu hammasini yozsak 3 ta A1 ni kvadrati D kvadrat topdik. Plus D kvadrat ham bo'ladi. Keyin 3 ta A1 ni kvadrati plus 6 ta A1 D bo'ladi. Plus D kvadrat bo'ladi, to'g'ri? Shu narsa 66 ekan. Keyin A1 ni mana yoqdan topsak, A1 teng 4 minus D bo'lib qoladi. A1 ni o'rniga qo'yib olsak keyin 3 ta 4 minus D ni qaus kvadrati plus 6 ta D va 4 minus D keyin plus 5 D kvadratmi? Qo'shsak 5 D kvadrat bo'ladi.
5 d kvadrat teng 66 ga Bu bo'lamiz. yoqqa o'tib ketadi. Keyin bu 3 16 minus 8 d plus d kvadrat minus 36 d kvadrat plus 5 d kvadrat teng 66. Keyin bu ichiga ko'paytirib chiqsak 8 minus d 24 d plus 3 d kvadrat plus 24 d minus 36 d kvadrat 6 degan. 6 bo'ladi. 6 d kvadrat keyin plus 5 d kvadrat, to'g'rimi? Ha. Keyin 66 ga teng bo'ladi. Mana bu 24 va 24 ni qisqartsak, keyin 3 ta Yo, chiqadi. Tushunasiz? Mana uni yozib olsam oxiri son. 143 taqsim. Shuni yozasan. Shuni o'zi. 243 taqsim 3 ning ikisi. 243 taqsim 3 ning kubi. Shuni yozib 343 taqsim 3 ning 4-inchisi. 343 taqsim 3 ning 5-inchisi bo'ladi mana shuni. Mana bundan nima chiqadi? Mana 1 chiqadi bundan. 3 chiqadi bundan. 9 chiqadi bundan. 27 chiqadi bundan. 81 chiqadi. Ashla qo'shib qo'ysam bo'ladi. Tushundingmi? Hammasi shunaqa taktika. Buni ham shunaqa taktika. 1 2 3 hokazo n bo'lsa, n taqsim 5 ning birinchisi nechta 0 bilan tugaydi degani uchun formula qo'yibsan. n taqsim 5 ning kvadrati. n taqsim 5 ning kubi. Va hokazo mana shunga ketyapti. 100 taqsim 5. 100 taqsim 25. 100 taqsim 125. Mana shunga ketyapti. Mana bu 20 bo'ladi javobi. Mana bu 4 bo'ladi, plus mana bu 0 bo'ladi. Javob 24 ta 0 bilan tugaydi. Mana 4 ta 0 bilan tugaydi. Xo'p, mana shu yergacha ishlagan. Go. Nabek, nima misol ishlayapsan sen? Tugatding bu misollarni? B1 ko'paytirilgan B5 ko'paytirilgan B ning 6-chisi B ning 7-chisi teng 16 ko'paytirilgan B ning 8-i ko'paytirilgan B ning 9-i, to'g'rimi? B1 so'rayapti bizdan. Buni ochamiz. B1 ko'paytirilgan B ning 4-chisi yana yo'q, B1 ko'paytirilgan B5 nima deb yozsak bo'ladi, qaranglar. Masalan, B2 teng B1 ko'paytirilgan Q2, to'g'rimi? Quni birinchisi. B1 ko'paytirilgan Qni 4-chisi, B1 ko'paytirilgan Qni 5-chisi, B1 ko'paytirilgan Qni 6-chisi. 16 ko'paytirilgan B1 ko'paytirilgan Qni 7-chisi va B1 ko'paytirilgan Qni 8-i. B1 ni kubi bo'lib qoladimi? Ha. Keyin 4 ga 5 va Qni 15 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Asoslar boshqacha qo'shlar. Ha? B ning 6-chisi? Birinchisimi? Ha, 3 ta-ku. Ha, B ning 4-chisi. Mana 4 ta. Keyin qaranglar, 16 ko'paytirilgan B1 ning kvadrati Qni 15, to'g'rimi? Bu Qni 15 bilan qisqarib ketsa, bu kvadrat bilan kvadrat qisqarib ketsa, B1 ning kvadrati teng 16 bo'lsa, B1 teng plus minus 4 bo'ladi. Mana. Bu shunday bo'ladi.
Xo'sh, x. Mana shu 13 ta kamchilik borda shu. Shu D'dagi javobda 3 x olti 3 qolib ketgan. X 0 dan katta, y 0 dan kichik bo'lsa, izohida 2y minus 5x kvadrati va minusda izohida 2x minus 5y kvadrat. Mana u x 0 dan katta deyapti-ku, shuning uchun 5x oldinga qo'yib yozamiz-da. Shunda bu 5x minus 2y deb ochiladi. Shuni deb ochiladi, keyin bu shuni ochib yuboramiz, o'zi to'g'ri yozilgan. Bu musbat son bo'lgani uchun, mana bu manfiy son bo'lgani uchun qaranglar. Mana bu x 0 dan katta deyapti, bu musbat son. Y manfiy son. Mana bu manfiy son bo'lsa, manfiyga musbat son ko'paytirsak, manfiy mana bu. Keyin bu musbat son bo'lgani uchun bu musbat bo'lsa, bu ham manfiy bo'lib qoladi. Bu izoh manfiy bo'lib qoladi. Shuning uchun unday yozmaymiz-da, 5x oltiga qo'yib yozamiz shunda. Shunda musbat bo'ladi. Ha? Unda ham ishlasak ham bo'ladi. Bunisi to'g'ri bo'ladi. X oldin turadi. Shunda minus 2x plus 5y bo'ladimi? Bo'lsa, shundan bu 3x plus 3y bo'ladi. Shu x olti 3 qolib ketganda shu D javobdan. Keyin bu 13 midi? 14 endi. Shu kamerani to'sib qolyapman nimaga? Taqsim a minus 1 ne hozir? Teng 5 bo'lsa, a minus 2 taqsim a minus 1 bu qavs kvadrati. Yo'q, bunda yozilmagan ekan. Kvadrat. Shuni qiymatini so'rayapti. Uni qanday t deb olaylik? Shunda t plus 1 bo'ladimi? Ikkita taqsim teng 5 bo'lsa bu narsa. Buni tomonga o'tkazsak, t plus 1 minus 5 bo'lsa, bu teng 2 taqsim t. Keyin bu t ni minus 4 teng 2 taqsim t ga bo'lsa, ha? Bu tomonga o'tkazamiz-da, qarang. Buni endi t minus 2 taqsim t teng 4 bo'lsa, buni kvadratga ko'tarib olsak, t kvadrat plus 4t kvadrat necha bo'ladi? Minusda 4 bo'lib qoladi. Teng 16 ga bo'lib qoladi. Shunda bizda t kvadrat plus 4t kvadrat teng 20 bo'lib qoladi. O'zi buni t deb olsak, t kvadrat plus 4t kvadrat so'ragan bizda. Shundan javob 20. Shundanga xullas bir ayirib olishdan edi senga. Qalamga o'xshash bo'lish uchun. Tushunaymi? O'xshash bo'lish uchun bir ayirib olish kerak mana bu yerda bularlar. Sizda qoldi bu misol. Mana bu yerda bir ayirib olsangiz mana bunga o'xshab qolar-ku. Keyin mana bu yerda ham o'xshab belgilashga tushib qolish uchun ikkovi tomondan ham birda ayirib olasizlar. Mana bu yerdan birda ayirib olasizlar. Keyin a x bo'lsa, minus 2 taqsim x teng 4 bo'ladi. Keyin bizda x kvadrat plus 4 taqsim x kvadrat so'rab turibdi. Buni kvadrat ko'tarib olsalar masala hal bo'lib qoladi. X kvadrat plus 4 taqsim x kvadrat plus minus 4 bo'lib qoladi. Teng 16. X kvadrat plus 4 taqsim x kvadrat so'ragan, shu 20 bo'lib qoladi. Osonmikan? Rasmni tushirib o'chirib tashlaymiz.
Tangens x taqsim 1 plus tangens x. Xo'sh, f 1. Ya'ni hammasining yig'indisini topyapti bizga. Demak, 1 degani nima degani? Tangens 1 taqsim 1 plus tangens 1. Tangens 2 degani tangens 2 taqsim 1 plus tangens 2 va hokazo ketyapti. Tangens 89 taqsim 1 plus tangens 89. Buni qanday ishlaymiz, bolalar? Ha? Mana buni 90 minus 89 desam, katangimiz 89 berami? Mana buni ham 1 plus katangimiz 89 berami bu ham? Ha? Beradi. Keyin buni o'zi nimani beradi? Abla qanday ishlaymiz? Mana shunaqa yo'ldan ketadi-da. Lekin mahraj bersak dabdalasi chiqadi-da bu yerda hozir. Plus mana bu katangimiz 88 taqsim 1 plus o'ylanglar, topinglar. Nima qilyapti? Ha? Plus katangimiz 88 bo'lib qoladi. Plus hokazo ketgan taqdirda ham oxiri nima bo'lib qoladi? Katangimiz 1 taqsim 1 plus katangimiz 1 deb berib qoladi. Bu narsani teskarisi bo'lib qolyapti. Bunday. Xo'p, katangiz 45 ta bor-ku. 45 ta 1 ga teng bo'ladi. Qiyin misolmi deyman-da. Qiyin emas, qandaydir bitta fishkasini o'ylab topishimiz kerak-da. O'ylanglar. Boya bundan oldin ham bittasi ishlamay o'tib ketdik-ku, necha ishlamadik? 15 ishlamadikmi? Yo'q.
4 ishlamadik. 16 ishlamadik, a? Shu ikkitasi tursin qani oxirida ishlaymiz. Vaqtimiz ko'p bo'lgan payt. 17. Hammada chiqadimi? Qaranglar, 3x plus 5 taqsim 5 turibdi, plus 3x taqsim 10 turibdi, teng 30 turibdi, to'g'rimi? 3x taqsim 5 plus 5 taqsim 5 ni 1 deb beraman. Uni 1 ni nima desa bo'ladi? 3 ning 1 desam bo'ladimi? 3 ning x taqsim 10 teng 30. Mana bu narsa a bo'lsa endi bu a kvadrat bo'ladi. 3a kvadrat plus a minus 30 teng 0 bo'ladi. Minus 1 plus minus o'z ostida 1 plus 90 kara 4 360 mi? 361 dan 19 chiqadi. 19 taqsim 6. Qo'shsak necha bo'ladi? 18 3 bo'ladi. 3 bo'ladi, ayirsak-chi? 20 taqsim 6. 3 darajasi x taqsim 10 ga minus tenglamaymizda mana buni tenglab qo'yamiz 3 ta birinchisini. Ketsa x tengidan 10 chiqadi. 10 ning nimasini so'ragan? Natural bo'lishlar yig'indisi degani 2 ning 1, 3 ning 5 ning 1 deb olamizda 2 ning 1 plus 1 minus 1 taqsim 2 minus 1. 5 ning 1 plus 1 minus 1 taqsim 5 minus 1 bo'ladi. 5 ning 2 ning kvadrat 4 4 dan 1 desak 3 bo'ladi. 3 taqsim 1 25 dan 1 desak 24 taqsim 4 bo'ladi. Buni ketsa 6 6 kira 3 18. 18 ga javob bu javob degan. 18. 19-chi. Nima bo'lib qolgan? Demak chiqmaydi. F 3x plus 8 teng z x kvadrat minus 2x plus 4 turibdi. F shtrix 8 teng 2 bo'lsa z shtrix 4 ni top deyapti. To'g'rimi? Qaranglar. Buni hosilacha olamiz. Hosilacha nima bo'ladi bundan hosila? 3 bo'ladi. F shtrix 3x plus 8 bo'ladi. Mana bundan hosila nima bo'ladi? 2x minus 2 bo'ladi. Z shtrix x kvadrat minus 2x plus 4 bo'ladi. Mana bu 0 hosil bo'lishi uchun mana bu yerga nima qo'yish kerak? 0 qo'yib yuborish kerak. 4 hosil bo'lishi uchun. 0 qo'ysak necha bo'ladi? 3 ta f shtrix 8 teng 0 qo'ysak minus 2 z shtrix 4 bo'lib qoladi. Mana bu narsani so'ragan bizda f 8 teng 4 2 degan 3 ko'paygan 2 teng minus 2 teng z shtrix 4. Demak hisoblasak minus 3 ekan teng z shtrix 4. Tushundilarmi yo'qmi? Nargiz. 18 dan keyin 19. 19 ishlabsiz-ku o'zi. 20. Hammada chiqqanmi? Ferzda chiqqanmi, chiqmaganmi? 19. 20. Abdulloh. Chiqqan desam? Bu narsani qarang, mana buni 9 kara 2 deymanda mana bu narsa nimani beradi bizga? Abdulloh bu yoqqa stoling bilan o'tibmi aka? Ha, sen uchun bu yoqqa burilib qiynalib yuribman men. Mana bu narsa nima? 9 ta sinus 4x beradi. Mana bu narsa 24 1 plus kosinus 4x taqsim 2 ni beradi. Mana 2 dan ketsa 12 qoladi. 9 ta sinus 4x plus 12 ta kosinus 4x plus 12 qoladi. Bu f x shu narsaga teng. Bu narsa bitta formula bor. Y teng f x teng a sinus x b kosinus x bo'lsa a kvadrat plus b kvadrat plus a kvadrat plus b kvadrat beradi. Plus 12 ni qo'shib qo'yasizlar-da. Bu qiymatlar sohasida mana shunaqa y funksiyaning. Ya'ni mana bu oldidagi sonlar a b bo'lyapti-da, hozir bu yerda bu a, mana bu narsa b bo'lyapti. 15 bo'lib qoladi-da, xullas ildizdan chiqqan hisob kitobi. Ikki o'tomoniga mana 12 bo'lgani uchun 12 ni qo'shib qo'yamiz. 5 dan kattalikdan x kattalikdan 27 bo'ladi. Eng katta qiymati 27 bo'lib qoladi. Bu javob. Tushundilarmi 20 ni? 21 nima bo'ladi? 22 chi? Javob yo'qmi? Xatomi? 23 chi? 23 ta kamchilik bor ekanda. 24 chi? 24 hammada chiqqanmi? Bo'ldi, 25.
Mana bu 10 deyapti, mana bir alfa ekan. Mana bir beta ekan, to'g'rimi? Mana bir 6 deyapti. Mana bu 17 deyapti. Mana shuni shunday tushirsak, bizda mana alfa berilganda sinus alfa. 4/5 deydi. Mana x bo'lsa x ni 10 ga bo'lganim, x ni 10 ga bo'lganim nima bo'lyapti shunda? 4/5 ta, to'g'rimi? Shundan ketsa 2, x ning 8 ga bo'linyapti bu yerda. Mana 8 bo'lsa, bu ham 8 bo'ladi. Keyin mana bu 6 bo'lsa, jami 17 edi-ku. Mana bu 6 ligidan bu ham 6, jami 5 bo'ladi mana bu shunda. Bizdan nimani so'ragan? Katangiz betdan so'ragan. Katangiz betta degan buni bunga bo'lishdi, to'g'rimi? 5/8. Katangiz so'rayapti. Tangiz so'ragan 8/3 bo'ladi. Tushundingmi, Nargiz? Aniq. Nargiz-chi? Nima bo'ldi aytingchi? Tushuntirib aytchildir apa? Aha. Ha. Ha. Tushundilarmi? Yaxshilab buni abasdan o'ylana qo'ying miyaga. Ertaga tushib qolsa shunaqa misol 26. Kim ishlaydi? Ke. O'zing bu yoqqa turib yozda. Benim bir işe gel. Benim kaç para attı yine ekleydim. Ekleyen keyin shunda 90 gradus bo'ladi. Nega? Diagonalar 90 gradusda kesishadi-da. Trapetsiyada 90 gradusda kesishadi-ku. Aytmasa kesishmaydi. Aytmasa kesishmaydi. Romp deydi ya u. Ha. Ma'lum to'g'ri chiqyapti-da. To'g'ri chiqyapti. To'g'ri chiqdi, lekin siz javob. Nega unday bo'ladi? Aslında 15 mi kamı? 15. Yakun tanlisi var sizda? Chiqqanmi? Shunday kelganmisa? Xatoda ularning. 90 gradusda. Kim aytdi senga? Romp tanesi yapsın şuna. Ha, 2 marta adashtiryapsan sen o'zing, bir marta emas-da. Repetitsiyaning diagonallari 15 ga teng bittasi. Bittasi 15. Bittasi 20. Mana bir A bo'lsa, o'sha A masofaga yana siljitib olsak. Keyin mana 12 ni bu yerga tushirib olsak. Mana bu yer nima bo'ladi? Mana bu 8 bo'lgandan keyin. 8 mi? 12 bo'ladi. 12 degan bo'lsa. Mana bu necha bo'ladi? 15 bo'lsa 9 bo'ladi. Tamam tamam. Hangi tomaga ham o'tib Mana buni mana bu 20 ni bor-ku, mana bu yerga tushirib yuboraman, bo'ladi. Bu 20 bo'lsa, 12 bo'lsa. 400'den 144 versin neçe bo'ladi? 16 bo'ladi. mana bu yer 16 qilaman shunda. Mana bu yer 20 qilaylik. Mana shuni bu yoqqa ko'chiryapman-da. Mana bu 20 bor-ku. Abdulla qarab turing. Mana bu 20 uzunlik bor-ku. Shuni parallel bu yoqqa ko'chirsak, mana bu narsa ham asl jissa, mana bu narsa ham asl jissa. Bu ahamiyatsiz narsa mana bu. Mana bu 20 o'tib qoladi bu yoqqa. Keyin mana bu 20 12 bo'lsa, mana bu 20 bo'lsa, mana bu necha bo'ladi? 16 bo'ladi. Keyin mana bu masofada qaranglar. Buni qancha siljitsak, bu narsa ham shuncha siljib ketadi. Mana shuncha A ga teng bo'lgan masofa siljib ketadi, to'g'rimi? Demak, qaranglar-da. Mana balandlik nechaga teng? 12 mi? Mana bu asos nechaga teng?
A ga tengmi? O'shanga 2 ga bo'lganmiz. Mana shu S ga teng bo'ladi-da. Bu S bilan mana bu S ham teng-da. Chunki bu A ga teng, balandlik 12 ga teng-ku. Mana bu yuzacha bilan mana bu yuzacha ham teng. Sababi bu asos bu 12 siljisa, mana bu ham 12 siljib qoladimi? Keyin mana bu bo'yalgan bilan mana bo'yalga teng bo'lgani uchun mana bu ikkovi necha yig'indisi? 25. Mana bu 12 bo'lib qoladimi? Mana shu yuzaga trapetsiya yuzi teng bo'lib qoladi-da. Trapetsiya yuziga S uchburchak yuzi teng bo'lib qolyapti. O'shandan teng bo'lyapti. O'shaning uchun teng bo'lyapti. Demak, yuza nima bo'ladi? 12 ko'paga 25 taqsim. Necha bo'ladi? 120 mi? Bu sal fikrlaydigan boyagi 4-1, 4-2 beradigan misollarda, bal beradigan. Na 32 sar ekan bu yerga. 32 ishlaylik-da. Yashil, sariq va qizil rangli yashil, yashikda sariq, qizil va yashil rangli 3 ta bir xil kubik bor. Tavakkaliga bittadan olingan, bittadan uchala kubik olindi. Birinchi qizil, yashil, sariq kubik chiqishi ehtimoli. Demak, 3 ta bor ekanda. 3 ta kubik bor ekan, 3 dona o'zi. Qizil, yashil, sariq bor ekan, to'g'rimi? Birinchi olganimiz qizil chiqsin. 1 taqsim 3 mi? Ikkinchisi 1 taqsim 2 qoladi. Chunki bittasini olib qo'yganimizdan keyin 2 ta qoladi. Umumiysi 2 ta qoladi-da barchasi. Keyin oxirida 1 taqsim 1 qoladi. Hisoblasak 1 taqsim 6 chiqadi. Sajov. Tushunarlimi? Mana shu ehtimolda yaxshi ishlasalang bo'ladi, oson bo'ladi emas. 31. Aytyapti. Enimiz. En A'miz nima ekan? 7 ta ekan. En B'mizchi 8 ta ekan. En A bilan en B'ning nisbati 1 taqsim 2 bo'lsa, buni bunga ko'paytiramiz. 2 ta en A B en A yig'indi B. Mana bu degani yig'indisi, mana bu kesishmasi degani. Tushunarlimi? Xo'sh. Endi qaranglar-da. En A yig'indi B'miz en A bilan en B'ning yig'indisidan en A bilan B'ning kesishmani ayirib tashlaganimizga teng bo'ladi-da. Chunki mana bu bilan mana buni qo'shsak jamiga teng bo'ladi, to'g'ri? Mana buni bu yoqqa o'tkazib yuborsak. Mana bu narsani o'rniga nima qo'yamiz? Mana bu narsani o'rniga berilganidan foydalanib 2n A kesishma B bo'lib. Kesishmani yig'indini o'rniga qo'yishimiz kerak, mana buni o'rniga. Mana bu narsani mana buni o'rniga qo'yib yuboramiz. 2 ta n A kesishma B yig'in deydi. Kesishmani o'rniga qo'yamiz. En A ni o'rniga 7 qo'yaylik, buni o'rniga 8 qo'yaylik. Noma'lum ko'payib ketyapti hozir. Mana buni en A kesishma B bo'lib qolyapti. Keyin buni bu yoqqa o'tkazib 3 ta bo'lib qoladi. 3 ta n A kesishma B teng 15. En A kesishma B teng 5 bo'lib qoladi. Endi qaranglar, savol nima bo'lyapti bu yerda? Elementlarning sonini toping deyapti. A to'plamining elementlari sonidan B to'plamining elementlari sonini ayirib tashlaymiz. A to'plami elementlari u degani nima degani? Mana bunday bo'lsa, mana bu yerda A to'plamlik, mana B to'plamlik, to'g'rimi? Jami A to'plamini mana buni olib qo'yish kerak degani, tushunarlimi? U degani nima degani bo'ladi shunda? A to'plamining elementlari nechta edi? A to'plamining elementlari 7 ta edi. B to'plamniki mana bu kesishmasi nechta chiqdi? 5 ta. Kesishmasi 5 ta ekan. A to'plamining elementlaridan qaranglar-da. Mana buni kesishmani olib qo'ysak bo'ldi, to'g'rimi? A to'plamining mana bu kesishmagan joyi qolsa bo'ldi-da, bizdan so'ralayotgan narsa mana bu narsa sohani so'rayapti, mana shu sohani.
Mana bu sohani so'rayapti aslida. A'dan bni ayir degani mana buni jami bni qirqib olib qo'y deganimi? Mana shu qirqib olib qo'ysa, mana bu qolib ketadimi? Bu qolib ketish uchun jamidan 8 tadan, 7 tadan mana bu qirqilganini olib qo'ysak bo'ldimi? Qirqilgani bizda bor-ku mana. Qirqilganida bu. Ya'ni mana bu yer bo'ladi. Shu narsa. Tushunarlimi? Mana bu yerda ikkovi uchun ham o'ynab beradigan degani mana shu yer bo'ladi. Ikkovi uchun ham mana shu yermi? 5 ta chiqdimi bizda? Javob 2 bo'ladi. Javob shunday. Abdulloh tushundingmi? Zo'r savol mana shular ham. 30. Qaranglar, 30 ham masjidga sig'ar qaranglar. 30 masjidga sig'aring. 30. Orqadan kelyapsiz. Ilmiy markazda 10 ta matematik va 8 ta fizik faoliyat yuritadi. 2 ta matematik va 3 ta fizikdan iborat guruh tuzish kerak. S 10 tadan 2 tani, S 8 dan 3 tani olish kerak. 10 ta matematikdan 2 ta, 8 ta fizikdan 3 tani olyapti-da. Ikkovini ko'paytirib qo'yamiz bo'ldi. Javob nechta chiqadi? Bularlar? Ha. 10 faktorial taqsim 8 faktorial 2 faktorial. 8 faktorial taqsim 5 faktorial 3 faktorial. Ana shu ishlab qo'ysa javob chiqadi xolos. Mana bu parallel degan S2larning topshiriqlari, S2larning topshiriqlari ikkita asos plus S yon bo'ladi. Keyin bizdan qirralar yig'indisi degan uchun A plus B plus C ko'paytirilgan tur bu qirralar yig'indisiga teng bo'ladi-da. Keyin 6 bo'ladi-ku. Buni kvadratga oshirib olsak, A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat teng. Mana ochish formula shunaqada, ikkita A B, A C, B C bo'ladi. Shunasi 36 ga tengda bizda. Keyin shu narsa turib bo'lsa, endi bizda mana bu narsa ilzosi A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat bu diagonal topshiriqlari. Buni kvadratga oshirib olsak, A kvadrat plus B kvadrat C kvadrat teng 16 bo'ladi. Ishni bittasini ikki marta yozib qo'yibman. 16 bo'ladi. Bizda shu narsa bor. 16 ni joyiga qo'yib yuborsak, 36 dan keyin 16 ni tomon minus qilib o'tkazib yubordim. 36 16 narsa 2 ta A plus B C va 20 qoladi. O'zi bizdan shu narsani so'ragan. Shu S2larga tengda. 28 chi? Men yozmay qo'shlar. 28 qaranglar. A deyapti 3 minus 2. B deyapti 3 minus 2. Ikkovi bir xil bo'lib qolganmi? C ham 3 minus 2 deyapti. A minus KB bilan C o'zaro perpendikulyar bo'lsa deyapti. A ni o'rniga mana buni qo'yamiz. 3 minus 2 K ni B ga ko'paytiramiz. 3K minus 2K va deyapti. C ni o'rniga 3 minus 2. Men ikkovini bir-biridan ayiramiz. Bundan buni ayirsak 3 minus 3K bo'ladi. Bundan buni ayirsak minus 2 plus 2K bo'lib qoladi. Va mana bu 3 2 ga perpendikulyar deyapti. Perpendikulyarlik sharti nima bo'lardi? Ko'paytmasi 0 ga teng bo'lishi kerak edi-ku mana shu xatga. Mana shu xatni ko'paytmasi 3 ni ko'paytirsak 9 minus 9K minus 4K ga teng bo'ladi deb olsak. Buni bu yoqqa o'tkazsak 5K teng, buni bu yoqqa o'tkazsak 5 bo'lib qoladimi? K teng minus 1 bo'lishi kerak, nima shu? Javob yo'qmi bir degan? Bizda pils chiqmayaptimi hozir bu yerda? Yo'q, bu yoqqa o'tsa 5K bo'ladi, bu yoqqa o'tsa 5 bo'lib qoladi-da. Ayirsa shuni chiqish kerak-ku. Qayerda kamchiligi bor deymiz. 9 minus 30 da to'g'ri bo'lyapti-ku.
Xo'p, 32 largacha toza bo'ldi, bu yog'i 26 gacha. Ana tangingizni ko'raylik-da. Voy, 16. To'g'ri. 16 ishlaylik-da. F at x tangens x 1 plus tangens x. F at 1 gradus, F at 2 gradus va hokazo hokazo F at 89 gradus. F at ga F at короче tangens 1 plus tangens 1 plus oxirida sakson to'qqizni qanday yozsak bo'ladi? Katanginiz 1 taqsim 1 plus katanginiz 1 deb beradi, to'g'rimi? Mana buni 1 taqsim tanginiz 1 taqsim 1 plus 1 taqsim tanginiz 1 qilsak. 1 taqsim tanginiz 1 taqsim tanginiz 1 plus 1 taqsim tanginiz 1 bo'lsin. Bular ketadi tayinib. 1 taqsim 1 plus tanginiz 1 bo'lib qolar ekanda, oxirgi 89 ham. Ko'ryapsizlarmi? 89 deb beradi-ku, tangiz 80 tangiz 89 taqsim 1 plus tangiz 89 ni men katangizga o'zgartirib oldim. 90 minus 1 qilsa bo'ladi-ku. 89 deb beradi. Shunda keyin ikkovi 1 deb berib qolishi ma'lum bo'lyaptimi? Qaranglar. Bu narsa ketadi. 1 taqsim, keyin bunga mana bu qo'yilayotganini qo'shsak nima bo'ladi? Tangiz 1 taqsim 1 plus tangiz 1. Tangiz 1 plus 1 taqsim 1 plus mahraj berilyapti. Tangiz 1 plus 1. Bu 1 deb berar ekanmi? Keyin qaranglar. 1 bilan 89 1 deb beryapti. To'g'rimi? Hozir ikkovini qilib ko'rsatdim-ku sizlarga namunalab. Keyin 2 bilan 88 ham 1 deb beradi-da. Keyin o'rtasi tangiz 45 qolib ketadimi? Bungacha hammasi nimani beryapti? 44 ta bo'lib qoladi-da. Keyin mana 45 ning o'zi nimaga teng? 45 ni o'zini qo'ysak, 45. 45 ni o'zini qo'ysak mana nima? 1 taqsim 1 plus 1 bo'ladimi? 1 taqsim 2 degani 0,5 degan. 44 plus 0,5. Qo'shsak necha bo'ladi? 44,5 bo'ladi. Mana shu. Tushundilarmi? Mana shu ideyani topolmadim-da, boya men ancha miyada majlis ketdi. 4 dan nima deyatdi? Buni o'ylab ham ko'rganimiz yo'q hali menimcha. Xo'sh. 300 kg rudadan deyapti. Tarkibida 7,5% temir bo'lgan 200 kg ruda ajratib olindi deyapti. Endi qolgan rudada temir ulushi dastlabkisidan 15% ortiq bo'ladi. Dastlab ruda tarkibida qancha kilogramm temir bo'lgan deyapti. Olgan 2 kg ruda ajratib olindi. Buning ishi ko'pga o'xshaydi og'aylar.